Assalomu alaykum hammaga. Xitoydan kelgan qora xurmolarimiz kelgan payti anchagina qattiq edi. Xom edi. Turib, yumshab, pishib qopti. Shularni bir ko'rsatmoqchi edim. Bittasini mana kesib yeb ko'rdim. Juda ham shirin, yumshoq. Kamiga urug'siz ekan. Endi bu urug'li urug'siz bo'lishi aslida changlanishiga bog'liq. Changlanmasa shunaqa urug'siz bo'ladi. Lekin chaylangan holatda urug' paydo bo'ladi. Mazasi shirin, yumshoq, suvli, zo'r sort ekan. Buni ko'chatlari shu oktyabrda oxirroqlariga Xitoydan kelishi kutilyapti. Zakazlar qabul qilyapmiz. Donaga va optimga. Bundan tashqari, bu qora xurmodan tashqari kudraniya ko'chati kelishi kutilyapti, tikonsiz, payvand qilingan. Keyin zizufus, ya'ni o'zimizda chilonjiyda deyiladigan mevani yangi bir 3 xil sorti kelishi kutilyapti. Shu ko'chatlarga zakazlar olyapmiz. Murojaat uchun o'sha quyidagi raqamlarga Telegramdan murojaat qilinglar yoki telefon qilinglar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.